Assalomu alaykum go'zallarim, sog'liqlaring yaxshimi? Bugungi videomda boshladim. Turmush o'rtog'imni nonushtasini tayyorlab ishga jo'natdim va katta qizimga, o'zimga nonushta tayyorladim. Kichkintoyim dadasi bilan nonushta qilib oldi. Qizlar, oldin uzun video joylasam yaxshi ko'rilmasdi. Shorts videolarim yaxshi ko'rilardi. O'shaning uchun faqat kalta videolar, shorts videolar joylardim. Uzun videoga unchalik ishtiyoqim bo'lmasdi. Baribir joylagan bilan uncha ko'rilmaydi derdim. Oxirgi 2-3 videomdan keyin ko'p opa-singillarimiz obuna bo'lishdi. Ko'p qizlardan, opa-singillarimdan yaxshi ijobiy fikrlar eshitdim. Menga motivatsiya berdilaring qizlar. Endi bundan buyog'iga uzun videolar olib joylashga harakat qilaman. Meni qo'llab-quvvatlashda va kommentariya va layk bosishda davom eting. Kanalimiz rivojlanishida yordam beradi bu qizlar. Bugungi vlogim ertalabki nonushta, ikkinchi taom, papa taomlar va uy ishlarim haqida bo'ladi. Go'zallarim, bugungi nonushtamiz ozgina sirni qirg'ichdan chiqarib oldim va mana shunaqangi ikkita bo'lakchada brokoli hozir to'g'rayman maydalab to'g'rab olamiz. Buni parda 5-6 minut pishirib olasiz. 6 minut pishirsangiz shu holga keladi. Agar qitiq qilib yeyishni yaxshi ko'rsangiz 5 minut pishiring. Mana shunaqangi mayda qilib to'g'rab olamiz. Bu yerda ko'k piyoz va kashnishni ham to'g'rab olganman. Hammasini tayyorlab oldim. Video uzun bo'lib ketmasligi uchun. Hozir ertalabda yigitimga tayyorlab berdim. Shuna qolganini sizlarga ham ko'rsatib ketay dedim. Bu yoqda 3 ta tuxum. Sababi qizlar, hozir buni hammasini o'zim yemayman. Katta qizim bilan birgalikda bo'lib yeymiz. O'shaning uchun ko'proq qilyapman. O'zimga qilsam, bitta tuxumga qilaman. Endi shu tvorogdan ishlataman, qizlar. Besta yozilgan. Buni korzinkadan olaman har safar. Hozir tvorog qo'shamiz ichiga. Oddiy vilkada tuxumni shunaqa qilib yoyib olamiz. Va qolgan mahsulotlarni solamiz. Sirni, brokolini va ko'katlarni. Ozginasini ustiga sepish uchun men olib qo'yaman doim. Endi tvorog solamiz ichiga. Shunaqangi to'qlik hissini beradi qizlar. Shunaqa to'yimli bo'ladi. Hech qanday non ham yemaysiz. Och qolmaysiz. Ozgina tuz sepamiz va xohishingizga ko'ra murch solishingiz mumkin. Ozgina solaman. Shunday qilib aralashtirib olamiz va zaytun yog'ida past olovda qopqog'ini yopib pishirib olaman. Zaytun yog'i solamiz qizlar ozgina. Taxminan 1 qoshiq, 1,5 qoshiqda. Va shu massamizni solamiz qizlar. Bu massani bir xilda 3 kishi ham yeymiz. Tirsa to'yimli bo'ladi qizlar. Qopqog'ini yopdik-da, past olovda pishirsak, tepasi ham dimlanib pishadi. Kichkintoyim injiqlanyapti uyquchasi kelib. Qizlar, mana tayyor bo'ldi. Ko'rlaring? Ustini ham ag'darmadim. O'zini pari bilan tepasi ham pishdi. Endi solamiz qizlar. Shu qizim ikkalamizga yetadi. 2 dona o'zimga oldim. 1 dona bodringni to'g'radim chiroyli qilib. Va yana ko'kat. Ozgina piyoz, ko'p piyoz. Agar ertalab piyoz yegiz kelmasa qo'shmang. Va ozgina qovoq urug'i. Mana qizlar, bugungi nonushtamiz. Hech qanday non yemayman, shu to'yimli nonushta. Go'zallarim, kechasi bir piyola moshni o'tib qo'ygandim. Moshli salat sog'indim yana. Mana qaranglar, qanaqa ochilgan. Qaroq ko'rsataymi? Mana shunaqa ochiladi. Endi buni yaxshilab yuvib, setkali idishiga solaman. Moshli salatni videosi, shorts videosi ham bor, kalta video и uzun video ham bor YouTube kanalimda. Uzun videoda
uzunroq olingan, vaqti uzunroq olingan, полный tushuntirgan yoqda. Shorts videoda tez o'tib ketadi, bilasizlar. Tushunmay qolishlaring mumkin. Uzun videoda hammasi tushuntirilgan. Go'zallarim, bugungi tayyorlagan nonushtam juda ham to'yimli nonushta. Bu nonushtani yegandan keyin ikkinchi ovqatgacha bemalol yuraman. Qornim umuman och qolmaydi. Orada suv ichaman, qizlar. Ertalab ochiq qoringa 2 bakal suv ichaman. Yokida 1 bakal ko'k choy, 1 bakal suv ichaman. Keyin har ovqatlanishdan oldin 2 bakal suv ichaman. Agar ertalab limonli suv ichsangiz, limonni siqib suv ichsangiz, juda ham yaxshi foyda beradi. Faqat men bu narsani qila olmayman. O'sha limonli suv ham zo'r ozdiradi. Sababi meni oshqozon og'rib qoladi. O'sha mana qilaman, bir 3 kun qilsam, keyin 1 hafta qiynalaman oshqozon og'rig'i bilan. Sababi bilmayman, shu qizlik paytimda oshqozonimni yazva qilib qo'yganman. Davolanganman, yaxshi bo'lib ketgan hammasi. Keyin ikkinchi o'g'limni tuqqanimda gastrit bo'lib qolgan oshqozonim. Unda ham davolanganman. Xullas, o'sha oshqozon muammosi bo'yicha davolanganimdan keyin o'sha yillar mobaynida mana menga qanchalik zarar yetkazyapti. Oshqozonni bir marta kasal qilib qo'ysangiz, yillar davomida sizga yetarli bo'lar ekan. Chesnok ko'p yeb qo'ysam, achchiq narsalar ko'p yeb qo'ysam, yoki shu limonli narsalar ko'p yesam, yoki vaqtida ovqatlanmasam, shu oshqozonim og'rib qoladi. Nimagaligini bilmayman, lekin tekshirtirganman, hech qanday muammo chiqmagan oshqozonimda. Lekin o'sha yillar mobaynida sizga yetarli bo'lar ekan. O'shanga limonli suv, agar oshqozoningizda muammo bo'lmasa, limonli suv ichsangiz juda ham yaxshi foyda beradi. O'shaning uchun men faqat suv ichaman, ko'k choy ichaman. Bo'ldi. Oldin qora choy ichardim. Ko'k choyga moslashgunimcha ham ancha boshim aylanib, zo'rg'a moslashdim ko'k choyga. Hozir faqat ko'k choy ichaman. Ko'k choy 1 bakal suv. Yokida shu damlamagan paytim bo'lsa, faqat 2 bakal suv ichaman. Bo'ldi. Har keyin ovqatlanganimda 2 bakal suv ichib olaman. Bir ovqatdan 10 minut, 15 minut oldin. Xullas, shunaqa gaplar. Qizlar, juda xursand bo'ldim. Ikkita videomdan keyin, ikkita uzun video joylaganimdan keyin ko'p qizlarga manfaatli bo'ldi. Ko'pchilik yozishdi, yana davom eting, yana shunaqa PP taomlar qo'yishda davom eting deyishgandan keyin menga qandaydir ilhom berdilaring, motivatsiya berdilaring. Endi harakat qilyapman. O'zi faqat shorts videolar olardim, keyin Instagram bor, Instagramda faqat istoriyaga joylab yurardim. Bunaqa PP taomlarni, bugun buni tayyorladim deb. Endi YouTube kanalidagi ayollarda ko'pida Instagrami yo'q. O'shaning uchun iloji boricha manfaatli bo'lishi uchun uzun video qilib joylashga harakat qilaman. Meni kuzatishda, qo'llab-quvvatlashda, kommentariy yozishda, layk bosishda qo'llab-quvvatlasalaring bo'ldi. Kichkintoyim rosa dadicha bo'lib qolgan. Ketyaptilar ko'chaga. Xayr, Sadiya. Xayr, qizim. Opolka ko'chaga ketishyapti. Endi ayasi ish qiladi. Qizlar, shunaqangi dor qildirib olganman. O'zim uchun 4-etajda turganimiz uchun shunaqa dor qilib olganman. Tashqariga ham qilingan, faqat tashqarida reshetka borligi uchun qiynalganim uchun shunaqa dor qildirib olganman. Go'zallarim, endi zavtrakdan keyin, nonushtadan keyin shunaqa idish tovoq to'ladi. Hali ham yuvib olganim qolgani bu. Endi yuvamiz. Kichkintoy ko'chaga chiqqanda mana ishlarimizni qilib olamiz. Endi qizlar, moshimizni yuvib olaman. Uni 4-5 kun undirish kerak. Havolar ham isib qoldi. Qizlar, mana tarelka qo'yaman va shunaqa mana setkalik idishimiz bor. Keyin salfetka qo'yaman. Shunaqangi salfetka qo'yaman. Xavotir olmanglar, bu salfetka uvib narsa bo'lib ketmaydi. Chunki sinalgan. Bu salfetka bilan juda ko'p qilganman. Yoki uvib ketadi desangiz, marla qo'ysangiz bo'ladi, dokka. Shunday qilib yoyib chiqasiz. Rosa ham zich bo'lib ketishi kerak emas. Shunday yoyib olamiz.
to'liq tushuntirgan videom bor. 5 kun ichida qanday o'stirganman, qanday qilganman ko'rsangiz bo'ladi. Yana ikkinchi qavatiga yana qog'oz salfetka qo'yamiz. Yana moshimizdan solamiz. Yana qog'oz salfetka bilan yopamiz ustini. Mana shunaqangi oddiy sochiqcha yopamizda. Qopqog'ini yopib qo'yamiz. Va ustidan yana sochiq yopib, qorong'ir joyga olib qo'yamiz. Go'zallarim, orada kichkintoyim ko'chadaligida uy ishlarini ham qilib olaman. Uy ishlarini hamma joyda birdaniga qilib olaman desam, ovqatim qolib ketadi, ovqat qilsam uy ishlari qolib ketadi. O'shaning uchun ora-orada kerakli joylarni yig'ishtirib ketaman. Doim kichkintoyim oynalarni ushlab tashiydi, iz qilib tashiydi. Yosh bolasi bor uyda shunaqa bo'ladi. Har kuni oynalarni artib olishga harakat qilaman. Hamma eshiklarimiz to'qroq rangda bo'lgani uchun doim changi tez bilinib qoladi. O'shaning uchun tez artib turishga harakat qilaman. Bo'lmasam changi shunday bilinib qoladi. Hammomga kirganda sochiqlarni doim shunday qilib ilib qo'yishni yaxshi ko'raman, lekin baribir yana artiladi, yana shu ahvolda bo'ladi, lekin baribir shunday tursa ko'nglim ko'tariladi. Doim shunday qilib taxlab ilib qo'yaman. Yozi kunida oynak doim ochiq bo'lgani uchun hamma joy tez chang bo'ladi. Tez artib turishga harakat qilaman doim. Vanna tualetni deyarli har kun yuvaman. Shu belyanka bilan tez artib olishga harakat qilaman. Utyonikni esa haftada yoki 10 kunda bir yuvaman. Chunki har kun yuvganim hisobiga vanna tualetlarim unaqa yomon bo'lib ketmagan. Ishlarimni qilib oldim. Endi ikkinchi ovqatimizni boshlaymiz. Grechkani multivarkada 2 piyola grechka solib pishirib oldim. 2 bokalda suv soldim, choy qoshig'ida tuz soldimda, zaytun yog'idan kamgina solib 35 minutga solib qo'ydim. Orada yigitim bozorlik qilib keldilar. Bugun qo'ziq qorindan bir nima tayyorlab ber deganlariga qo'ziq qorin olib keling unda desam bozorlik qilib keldilar. Xullas bozorlikdan joyladim va yana ishlarimni qilishda davom etdim. Go'zallarim, garnir uchun grechkani solib qo'ydim. Endi bu yerda 2 dona piyozni maydalab to'g'rab oldim, qo'ziq qorinni ham to'g'rab oldim va tovuq go'shtini shunaqa uzunchoq qilib to'g'rab oldim. Endi hammasini qo'ramiz, qizlar. Tovamizga 1 qoshiqdagi g'isht yog'i solamiz. Tovuq go'shtimizni qovurishda davom etamiz. Qopqog'ini yopib, dimlab pishirib olaman. Dimlab pishirilib olgandan keyin piyozimizni solib, sal qo'rib olamiz va ketidan qo'ziq qorinimizni solamizda yana qovurishda davom etamiz.
Tabga ko'ra tuz solamiz va qaymoq solamiz. 1 qoshiqda qaymoq yoki 2 qoshiq solsangiz ham bo'ladi. Bu ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Endi yoniga salat qilishdan boshlaymiz. Salatimiz ham oddiygina qizlar. Pomidorni olamiz va 2 ga bo'lamizda to'g'rab olamiz. Oysimon shaklda qilib. Yoniga ko'k piyoz, ukrop, kashnich qilib to'g'rasangiz bo'ladi. Vitaminlarga boy ko'katlardan ko'p iste'mol qilishga harakat qiling. Tabga ko'ra tuz solamiz, xohishingizga ko'ra murch solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Zaytun yog'idan ozgina qo'shib yorib, makkajo'xoridan ozgina qo'shib yoramiz va aralashtiramiz. Salatimiz ham tayyor bo'ldi. Endi go'zallarim, likopchamizga chiroyli qilib padacha qilamiz. O'shanda mazza qilib ovqatlanamiz. Qizlar, bu turmush o'rtog'imniki. Bu o'zimniki mana. Bugungi menyumiz shunaqa mana. Turmush o'rtog'imniki mana. Men uzatdik. Endi bu o'zimniki. Kichkinagina tayyorgacha. Kamginagina to'yimli. Kechasi sadya magazinga aylangani chiqdi. Kichkina o'ziga o'xshagan kichkina stulcha ko'rib qoldi. Shunga o'tiryapti, demay.